YouTube, Instagram, TikTok'da kuzatib boring. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Ko'z bilan ko'rib, yurak bilan sezib, og'iz ochishga qo'rqqan jinoyatlar. Odamlarning aqli hayron qoladi. 7000 kilometr uzoqdagi odam prezidentning qilmishlarini ko'rib turadi. O'z yurtining ichida, ko'zi oldida bo'la turib ko'rmaslikka solish mumkinmi? Ovulda bir kishi qo'shnining tovug'ini o'g'irlabdi deb aytildi. Shunda hamma yig'ilibdi. Isboting bormi deb baqirib so'ray boshlabdi 4-5 kishi. Holbuki yig'ilganlarning ichida isboting bormi deb so'raydiganlarni o'zi o'sha qo'shnining qozonida qovurilgan go'shtni yeb kelganlardan edi. Shunday ekan, prezidentning jinoyatlariga ham isbot sanab o'tirish xuddi qovurilgan tovuqni yeb olib, mana qanaqa tovuq, isboting bormi deb yurishga o'xshaydi. Shovasoyda qurilgan qasr kimning hisobidan? Xalqning pulidan. Buning isboti uchun hujjat qidirish shart emas. Qasrning devorlari o'zi guvoh. Hech kim hujjat ko'rsatmasa ham devorlar o'zi guvoh. Tagidagi har bir g'isht mening narxim bor deb baqirib guvohlik berib turibdi. Qarz bilan tug'ilayotganlar bu jinoyat emasmi? Tug'ilayotgan har bir bola kamida $2500 qarz bilan dunyoga kelmoqda. Bundan katta jinoyat bormi? Har bir chaqaloq dunyoga kelganda assalomu alaykum bolajon, senga $2500 qarz deyishadi. Bu qarzni tug'ruqxonada choyshab bilan berib yubormasa ham davlatning qarzi shu bolaning bo'yniga ilinyapti-ku. Millionlab odamlar farzandiga tarbiya bermasdan chet elda majburiy mehnatda. Bu inson huquqini toptash jinoyat emasmi? Oltin konlari, suv, boyliklar qarindoshlarga tekinga sotilmoqda. Bu davlat mulkini talon-taroj qilish jinoyati emasmi? Chorvoqda qurilayotgan turizm markazlari ham shu tizimning yorqin namunasi. Bu ekologik jinoyat emasmi? Yolg'onning boshqaruv uslubiga aylangani jinoyat emasmi? Prezidentning har bir hisoboti yolg'on, har bir uchrashuv ssenariy, har bir qarsak oldindan tayyorlangan teatr sahnasi. Namanganga tasodifan bordi deyishdi. Xalqning yuziga shapaloq urishgandek yolg'on. To'satdan borgan bo'lsa, xalq nega qarsak chalib kutib oldi? Tasodifan prezidentni ko'rgan odamning yuzida hayrat aks etgani nega ko'rinmaydi? Prezident chiqadi, hisobot o'qiydi, odamlar qarsak chaladi. Qarsak emas, teatr. Xalqni rolga tayyorlab, qo'lingni shunday qoq, yuzingda shunday tabassum qo'y deb o'rgatishdi. Xuddi serial suratga olgandek. Nepotizm, qonun ustidan qadam bosish bu jinoyat emasmi? Qizini ochiqcha administratsiya rahbari qilishi bu mansabni suiiste'mol qilish emasmi? Xalq bu qonunbuzarlik dedi. U esa qonun mening qo'limda deb qo'l silkitdi. Yana trollar kelib isboting bormi deyishadi. Holbuki isbot qizi o'tirgan kreslada o'zi qaqqayib turibdi. Hokimlar orqasida trillionlab o'g'irliklar yotibdi. Lekin ularning hech biri tergov qilinmaydi. Nega? Chunki himoya qalqoni prezidentning o'zi.
hokimlar xalqdan o'g'irlagan pullar sherikchilikki. Buni kim bilmaydi? Hamma biladi. Hamma biladi, lekin pista qilishga majbur. Xalqni ayblashadi, qani muxolifat deyishadi. Lekin haqiqiy muxolifat tuzishga yo'l qo'yishmaydi-ku. Nega har bir safarda merganlar, qo'riqchilar yuboriladi? Orqasi toza odam o'z xalqi orasida hech qachon qo'rqmasdan chiqmaydimi? Qo'rquvning o'zi uning jinoyatlariga eng katta dalil isbot emasmi? Qonunni buzgan qo'l qonunni talab qila oladimi? Konstitutsiyani buzib prezident bo'lgan odam boshqalardan qonun amal qilishni talab qila oladimi? Haqiqat shuki, o'z qonunbuzarligi uchun javob bermagan rahbar xalqqa qonunni o'rgata olmaydi. Bu xuddi o'g'irlangan mashinada kelib yo'l harakati qoidalarini o'rgatishga o'xshaydi. Agar xalq ko'zini yumsa ham Alloh ko'zini yummaydi. Agar sudlar sukun saqlasa ham tarixning sudi sukun saqlamaydi. Agar bugun trollar bizga haqorat bilan javob bersa ham ertaga ularning o'zlari javob berishadi. Qotillik isbotini kim bera oladi? Agar sud tergovning o'zi ko'zini yumsa. Ochiq oydin ko'rinib turgan jinoyatlarga qarshi chiqmagan adliya qanday qilib boshqadan adolat talab qiladi? Bu sistemaning ichida isbot talab qilish xuddi qulflangan eshikning kalitini ham o'sha qulfning egasidan so'ragandek gap emasmi? Har gal prezidentning jinoyatlari haqida so'z ochsangiz, trollar isboting bormi deb yopishadilar. Isbot esa xalqning ko'zi oldida qasrlar, yolg'on hisobotlar, qarz bilan tug'ilayotgan bolalar, chet eldagi majburiy mehnat, qarindoshlarga sotilayotgan boyliklar. Prezidentning yolg'onlarini aytsang, isboting bormi? Qasr desang, isboting bormi? Qarz desang, isboting bormi? Oltin konlari desang, isboting bormi? Oxir ularning savoliga xalq shunday javob beradi: ey trollar, isbot izlayversang sizlarning o'zingiz ham yo'qolib ketasiz. Chunki isbot sizning yuzingizdan ko'rinib turibdi. Biroq mana savol. Sud va tergov organlari ko'rmaganni ko'z bilan ko'rgan odam qanday isbot keltirsin? Hozirgi tizimda sud ham, prokuratura ham, tergov ham bari prezidentning qo'lida emasmi? Kim uning ustidan ko'rgazma bersin? Kim guvohlik bersin agar u guvohlik o'zi ham o'sha guvohning o'zi ham tahdid va qo'rquvda yashasa? Trollarni o'zlari ham savollarimizga javob berisha olmaydi. Chunki javob yo'q. Ochiq savollarga javob o'rniga haqorat, so'kinch bilan hujum qiladilar. Buning o'zi adolatsizlikning eng katta dalili, haqiqatdan qochish. Ochiq savolga javob yo'qmi? Haqorat bilan qoplaydi. Dalili yo'qmi? So'kinchga o'tadi. Bu ularning diplomi. Ey trollar, isboting bormi deb yurgandan ko'ra ko'zingizni oching. Har bir qasr, har bir qarz, har bir yolg'on xalqning ko'zi oldida turgan isbot. Agar hali ham ko'rmasangiz, unda sizda ko'z emas, po'stakni teshigi u. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.